Hisob 3-0 va ko'ramiz. Bu yerda Danger Sports jamoasi o'yinchilari ortda qolishyapti. Javohirdan ajoyib nok, Yakudza nok holatida va granatalar o'yin boshida biz o'rganib qoldik mana shunday granatalar yomg'iriga va hozir Krevetka Yakudza pozitsiyasiga granata aniq bo'ladimi? Yo'q. Ketdi. Ziko birozgina pastroqda olib olganligini ko'rib turibmiz. Ziko yashkalar qizdirish kerak, menimcha mo'liklar ishlatilmoqda. Maksimal darajada hozir utillar ishlatildi. Bu degani unchalik yaxshi xabar emas. Agarda fight cho'ziladigan bo'lsa, mana shu fightning oxirida juda ham kerak bo'ladi yashkalar. Albatta, buni albatta o'yinchilar ham sezib turishibdi. Ko'ramiz. Hozircha jamoalarda 4 ta o'yinchi o'z o'yinini davom ettiryapti. Yakudza ajoyib burchak olgan edi-yu, lekin bu burchakni senator yo'qqa chiqardi. Yakudza nok holatida ustunlik albatta Danger Sports o'yinchilariga o'tib ketadi. Hardboy DBS bilan xavfli bo'lishi mumkin edi, lekin o'yinchini nok holatiga keltira olmadi. Aksincha o'zi nok qabul qilib oldi. Krevetkani bir o'zi qolyapti. Hozir unda biroz hayajon yuzaga keladi. Ikki qizimiz to'qnashuvimi? Krevetka yoki Regina? Yordam berib yubordi. Senator yordam berib yubordi. Ajoyib cover senatordan va Danger Sports jamoasi o'yinchilari o'zlari uchun birinchi hisobda yozib qo'yishmoqda. 3-1 va bu hali